Siz anchagina ko'p mehnat qilib qo'ygan videongizni YouTube ga joylamoqchisiz. Agar siz video yuklaganingizda ushbu sozlamalarni bilmasangiz yoki ushbu sozlamalarni qilmasangiz, YouTube sizning videongizni oddiy video sifatida ko'radi va uni kerakli auditoriyaga namoyish qilmaydi. Ya'ni YouTube da videoning topga chiqmaslik sabablaridan biri bu upload qilishdagi xatolar. Agar siz ushbu videoni oxirigacha ko'rsangiz, katta YouTuberlar qanday qilib video yuklash jarayonini o'rganib olasiz. Videoni boshlashdan oldin YouTube O'zbekiston kanaliga obuna bo'ling. Sababi ushbu kanalning kurs qismiga o'tsangiz, YouTube'ni noldan kanal yuritish haqidagi o'zbek tilidagi bepul darslikni topishingiz mumkin bo'ladi. Ha, aytgancha, hozir sizga ko'rsatmoqchi bo'lgan amallarni men kompyuterda bajaraman va sizga ham xuddi shuni tavsiya qilib qolaman. Birinchi bo'lib YouTube ga videoni yuklashdan boshlaymiz. Buning uchun o'ng tomon burchakdagi plyusga bosib, upload videoni tanlaymiz va ushbu joydagi select faylni tanlab, siz kerakli videoni topishingiz yoki shunchaki videoni olib kelib tashlashingiz mumkin. Albatta, birinchi o'rinda biz title ni sozlashimiz kerak, chunki bu eng muhim narsalardan biri hisoblanadi. Sababi YouTube title bizga e'tiborni tortishi, video mazmuniga mos bo'lishi, muhim kalit so'zlarni o'z ichiga olgan bo'lishi va tomoshabinga qiziqish uyg'ota olishi kerak. Shu o'rinda shuni aytib o'tish kerakki, YouTube sarlavhasini yaratish bu alohida san'at deyishimiz mumkin. Sababi siz shu darajada murakkab sarlavha yaratishingiz kerakki, har bir insonning rekidan chiqqanda uni clickbaitga majburlash kerak. Shu o'rinda muhim maslahat, YouTube sarlavhasi 70 belgidan oshmasligi kerak. Sababi 70 belgidan oshsa, YouTube qolgan so'zlarni userlarga namoyish qilmaydi va tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, eng mashhur videolarning sarlavhalari 53 belgidan oshmagan hisoblanadi. Agar siz title o'ylab topishga qiynalsangiz, Google dan shunchaki Creator Hooks nomli resursni qidirib ko'ring. Bu YouTube sarlavhalari orqali psixologiyani tushuntirib beradigan va effekti katta bo'lgan title yozishga yordam beradigan qo'llanma hisoblanadi. Keyingi muhim so'zlashimiz kerak bo'lgan narsalardan biri bu description hisoblanadi. Ushbu joyga siz videongiz nima haqida ekanligini yozishingiz kerak. Keling, hozir sizga o'zim keng foydalanadigan lifehacklardan birini ko'rsatib o'taman. Shunchaki ChatGPT ga kirasiz va unga video skriptini berasiz va mukammal description yozib berishini aytasiz. Tamom. Va uchinchi muhim narsalardan biri bu YouTube sarlavhasi. YouTube ma'lumotlariga ko'ra, eng yaxshi natija ko'rsatgan videolarning 90% ga maxsus tayyorlangan muqovalar sababchi bo'lgan. Avtomatik yaratilgan ushbu rasmning o'rniga iltimos kreativroq YouTube muqovasini o'rnating. Bundan tashqari, yuklayotgan videongizni playlistga qo'shishingiz mumkin. Playlist tomoshabinlarga o'xshash kontentlarni topishni osonlashtiradi. Keyingi ko'rishimiz kerak bo'lgan narsa bu Made for Kids funksiyasi. Agar sizning kontentingiz 13 yosh yoki 13 yoshgacha bo'lgan bolalar uchun mo'ljallangan bo'lsa, ha'ni bosishingiz kerak. Yoki unaqa bo'lmasa, albatta pastdagini bosib qo'yishni so'rab qolaman. Xo'sh, o'zi qanday qilib bolalar kontentini ajratib olsak bo'ladi? Agar sizning videongiz juda oson tushunadigan, qanaqadir o'yinchoqlardan iborat bo'ladigan bo'lsa yoki yoshlar uchun tarbiyaviy ahamiyatga ega bo'ladigan video bo'lsa, tepadagini bosib qo'yishingiz kerak. Shunda faqat yosh bolalar uchun ushbu kontentingizni namoyish qiladi. Lekin unaqa bo'lmasa va siz pastdagini bossangiz ham buni kengroq sozlashingiz mumkin. Misol uchun pastda 18 yoshgacha bo'lgan cheklovni qo'yishingiz yoki qo'ymasligingiz ham mumkin. Men pastdagi, ya'ni 18 yoshgacha bo'lgan cheklovni olib tashlashni so'rab qolaman. Bo'lmasa sizning auditoriyangizga bu albatta ta'sir qilib qoladi. Paid for promotion. Xo'sh, bu qachon bosiladi? Agar sizning videongiz qanaqadir pulli to'lov evaziga qilingan bo'lsa yoki video ichida pulli reklama ketgan bo'lsa, albatta buni yoqib qo'yishingiz kerak. Shunda siz YouTube qoidalariga to'liqonli amal qilgan bo'lasiz. Keyingi ko'rayotgan narsamiz bu altered content. Bunda YouTube sizdan AI ishlatganmisan yo'qmi deb so'rayotgan bo'ladi. Agar siz videongizda haqiqatga to'g'ri kelmaydigan, AI da bajarilgan qanaqadir ishlar bo'ladigan bo'lsa, siz yes ni bosishingiz kerak va YouTube ga yangi qo'shilgan collab funksiyasini ham ko'rishingiz mumkin. Keyingi ko'rib turgan funksiyamiz bu automatic chapters hisoblanadi. Agar siz bu funksiyani yoqsangiz, YouTube sizning videongizni o'rganib chiqadi va unga turli boblar qo'shib chiqadi. Lekin biz bu ishni allaqachon qo'lda kiritib bo'ldik va shuning uchun ushbu funksiyani o'chirib qo'yishimiz maqsadga muvofiq hisoblanadi. Sababi bu funksiya avtomatik tarzda boblar qo'ygani uchun hatto vaqtga boshqa bir bobni qo'yib qo'ygan bo'lishi ham mumkin. Keyingi ko'rib turgan funksiyamiz bu Featured Places. Agar siz videongizni taniqli joyda yoki taniqli binoda olgan bo'lsangiz, ushbu funksiyani yoqib qo'yish sizga maqsadga muvofiq bo'ladi. Bu funksiya odatda sayohat vloglarida, shahar, davlat bo'yicha videolarda, kafe, restoran yoki diqqatga sazovor joylarda olingan videoroliklarda yoqish kerak hisoblanadi. Agar siz ta'lim, motivatsiya yoki texnikaga oid video qiladigan bo'lsangiz, bu funksiyani o'chirib yuring. Yoki bo'lmasa travel vlog, city tour kabi mavzudagi videolar qiladigan bo'lsangiz, albatta bu funksiya
funksiya yoniq tursin. Keyingi ko'rib turgan narsamiz Automatic Concepts. Xo'sh, o'zi bu nima? Bu YouTube AI hisoblanadi va sizning videoroliklaringizni o'zi tahlil qiladi. Bu orqali videongizning asosiy mavzusini, tushunchalarini yoki yo'nalishini aniqlaydi va shu tariqa kerakli auditoriyaga sizning videongizni namoyish qiladi. Agar sizning kontent mavzuyingiz darslik, tutor, IT, dizayn, montaj yoki tahlil videoroliklar bo'lsa, albatta bu funksiyani ishlatishingiz maqsadga muvofiq. Va keyingi kerakli narsalardan biri bu taglar, ya'ni kalit so'zlar. Odatda juda ko'pchilik savol berishadi. Taglar videorolikka chiqish uchun qanchalik muhim deb. Agar sizning allaqachon ma'lum bir miqdorga ega auditoriyangiz bo'ladigan bo'lsa, taglar unchalik ahamiyatga ega emas. Lekin sizning yangi kanalingiz bo'lsa va sizning auditoriyangiz bo'lmasa, albatta taglar muhim hisoblanadi. Sababi YouTube siz chiqarayotgan kontentlarni qaysi auditoriyaga namoyish qilish kerakligini aynan taglar orqali ham bilib oladi. Bu joyga odatda kanal nomini, video mavzusini, sinonimlarini, o'zbekcha va ingliz tilidagi tarjimalarini ham yozishingiz kerak hisoblanadi. Va shu o'rinda shuni aytib o'tishim kerakki, bu joyga hech qachon hashtag bilan tag yozmang. Bu xato hisoblanadi. Keyingi ko'rib turgan narsamiz bu Allow Embedding. Bu funksiya bizga bizning videoroliklarimizni saytlarda ishlatishga ruxsat berishini anglatadi va bu funksiya orqali siz tashqaridan ham auditoriya olib kelishingiz mumkin hisoblanadi. Keyingi funksiyamiz Publish to Subscription Feeds. Xullas, mana shu funksiya. Nomi bilan aytib turgandek, bu funksiyani yoqsangiz va siz yangi video qo'ysangiz, bu sizning obunachilaringizga xabarnoma bo'lib keladi. Lekin buni ayrim hollarda o'chirib ham turish kerak. Sababini hozir aytaman. Ha, siz chiqargan videoni auditoriyangizga yetkazishingiz kerak. Lekin har doim ham siz hamma auditoriya uchun video qilmaysiz. Ya'ni gap pulli kurslar qiladigan insonlar haqida ketmoqda. Keyingi funksiyamiz Shorts Remixing. Agar siz yangi YouTuber bo'lsangiz, albatta buni ruxsat berib qo'yishingiz kerak hisoblanadi. Sababi siz chiqargan videodan foydalanib, qolgan insonlar shorts tayyorlashiga imkon yaratgan bo'lasiz va bu orqali siz o'z kanalingizga auditoriyalar ham chaqira olasiz. Va oxirgi ko'rishimiz kerak bo'lgan narsalardan biri bu category. Ushbu joyda siz aniq auditoriyangizni belgilashingiz kerak va ushbu sahifadagi eng so'nggi so'zlama bu comments and ratings. Izohlarni ochib qo'yish maqsadga muvofiq hisoblanadi va ushbu joyda kimlar izoh yozishni ham saralab qo'ysangiz bo'ladi. Hammami yoki faqat obuna bosgan insonlarmi? Bundan tashqari izohlarni ham tartiblashingiz mumkin va eng pastida videongiz qancha like to'plaganini ko'rsatishingiz yoki yashirishingiz ham mumkin hisoblanadi. Men buni albatta yoqib qo'yishni tavsiya qilaman. Bundan keyin albatta monetizatsiya bo'limini ko'rishimiz kerak edi. Lekin mening bu kanalim video uchun test uchun ochilgan va monetizatsiyaga ulanmagani uchun menda monetizatsiya bo'limi ochilmagan. Lekin ushbu rasmda siz aniq monetizatsiya bo'limini ko'rib turibsiz va har doim monetizatsiyani yoqib qo'yishni tavsiya qilaman. Ha, to'g'ri, O'zbekistonda monetizatsiya yo'q, lekin mabodagi O'zbekistondan boshqa davlatdagi insonlar sizning videoroliklaringizni ko'rsa, baribir monetizatsiyani yoqsangiz ham, yoqmasangiz ham sizning videoroliklaringizda YouTube reklamalarni chiqaradi va siz monetizatsiyani yoqqan bo'lsangiz, o'sha reklamalar orqali qanchadir summa kelishi mumkin. Keling endi Video Elements bo'limini ko'ramiz. Bu joyda siz oxiriga end screen yokida eslatma qo'shib ketishingiz mumkin hisoblanadi. Keling tezda checks bo'limiga o'tamiz. Hozir ushbu bo'limda menga copyright kelganini ko'rishingiz mumkin. Xo'sh, nega? Men yuklagan video allaqachon YouTube O'zbekiston kanaliga yuklangan. YouTube buni tekshirgan holda aniqladi va menga shunchaki copyright keldi. Ushbu joy qizarib qolganini ko'rib turibsiz. Agar sizda ham shunaqa holat bo'ladigan bo'lsa, ushbu joy yashil bo'lmaguncha iltimos videongizni publish qilmang. Agarda videongizni ommaga taqdim etsangiz, minimum monetizatsiyadan ayrilishingiz, maksimum esa video bloklanishi mumkin. Xo'sh, oxirgi bo'limga o'tamiz va bu joyda unlistedni bosib qo'yishni tavsiya qilaman. Agarda buni tanlasangiz, siz YouTube'ga yuklagan videongizni faqatgina link orqali ko'ra olasiz. Private ni bossangiz esa siz yoki siz tanlagan insonlargina ushbu videoni ko'ra olishadi. Pastdagi public tugmasini bosish orqali siz shunchaki kanalingizga ushbu videoni qo'yib yuborishingiz mumkin va ushbu joyda obunachilaringizga premyera qilishingiz yoki schedule qilgan holda kontentni oldindan yuklab qo'yishingiz mumkin. Lekin muhim eslatma, har doim birinchi unlistedni tanlang va YouTube'ga yuklagan videongizni qaytadan ko'rib chiqing. Videoni ko'rish davomida siz hech qanaqa xatolik sezmasangiz, uni keyin public qilishingiz mumkin. Mana endi siz mashhur YouTuberlar qanday qilib video yuklashini bilib oldingiz. Videoni tugatishdan oldin YouTube O'zbekiston kanaliga obuna bo'ling. Sababi siz ushbu kanalning kurs qismiga o'tsangiz, YouTube'da noldan kanal yuritish haqida bepulga o'zbek tilidagi darslikni topishingiz mumkin bo'ladi. Xayr, salomat bo'ling.